Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Feruzaxon opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, bog'landingiz. Opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Ishlayapsizlarmi, charchamay? Alhamdulillah, yaxshimiz, rahmat. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Men ham judayam xursandman. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli tabriknomalar, dil izhorlari yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, aynan kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Meni bo'lasa hurmat qiladigan qaynotam bo'lishi mumkin, xo'jayinim bo'lishi mumkin, dadam, ayam, akam bo'lishi mumkin, demayim, yaqinlarim ko'pda kutilgan insonlarim ko'p. Shularga kutganman. Judayam to'g'ri topdingiz. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni barchalarini nomlaridan. Dadajoningiz Komiljon dadamiz, onajoningiz Muhabbatxon onamiz, akajonlaringiz Bahodir aka, kelinoyingiz Umidaxon opa, singillaringiz Lolaxon opalar, jiyanlaringiz Mushtari, Ruxshona, Odiljonlar va barcha yaqinlaringiz, qaynona, qaynotalaringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz va barchalari nomlaridan sizga o'z dil izhorlarini oila a'zolaringiz, dadajoningiz yozib qoldirganlar va ushbu dil izhorlarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilib bizga murojaat qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman, tayyormisiz? Mayli, rahmat. Xo'p, bo'ladi, salomat bo'ling. Unda o'qib eshittirishni boshladim. Assalomu alaykum Feruzaxon. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, muborak 35 bahoringiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Umr yo'llaringiz gullarga, hamyoningiz pullarga to'lsin, hamrohingiz baxt, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz, ezgu orzularingiz bo'lsa, barchasiga ortig'i bilan yetishib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin Allohim. Qilayotgan ishlaringiz, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim barakasini bersin. Sizni har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Oilamizning baxtiga, oilangizning baxtiga, bolalaringizning baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Hech ham xasta bo'lmang. Siz dunyodagi eng mehribon, judayam oqko'ngil va eng samimiy qizsiz. Boringizga shukr. Sizning borligingiz bizning baxtimiz. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'ling. Inshaalloh Allohim tez kunlarda baytlariga chaqirsin. Hojonalar bo'lib yurishliklarini Allohim nasib aylasin. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz quvonch va orzuga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Gullarning eng go'zal gullari sizga. So'zlarning eng shirin so'zlari sizga. Tabassum yarashar gul yuzingizga. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Dunyo shodliklari sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bor, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Oilangiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling. Oilangizdan tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizdan qut-baraka, dasturxoningizdan to'kin sachinlik arimasin, deya dadajoningiz o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga dil izhorlaringiz, aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor opajonim. Rahmat sizlarga. Dadajonim juda yaxshi ko'raman. Umrlari uzoq bo'lsin. Dadamning yoshiga yetganimda meni yonimda yursin. Ayam bilan xayrlarga borsin. Hoji dada, hoji ona bo'lsin. Akam, kelinoylarim. Hammalari birgalikda hammamiz borsin. Inshaalloh. Dadamning kuyiga aytolmayman.
kecha otgan bo'lsam, bilbilmay gapirgan bo'lsam, hammasi uchun uzr so'rayman. Dadam juda yaxshi ko'raman, dunyodagi eng yaxshi dada. Inshaalloh siz ham oilangizning baxtiga, dadajon, onajonlaringizning baxtiga doimo sog' bo'ling. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, ko'zlaringizga quvonch ko'z yoshlari ulasholgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz opajonim. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun ming bora rahmat aytaman opajonim. Rahmat sizlarga. G'oyibona bo'lsa-da siz bilan bog'lanib turganimizdan benihoyat mamnunmiz opajonim. Ishlaringizga omad, kuningiz yaxshi o'tsin, sog' va salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling opajonim.